Endi beravering boy aka. 16 mingga. Yo'q, aka mashina qurti tursin Malibuda bu aka. Ya turib. Aka ko'rdim, zo'r, haqiqatdan ideal ekan. Bitta himsiya qilish kerak ekan aka. Ana chexollari bor-ku, chexollari. O'sha paytda taqilganmi? O'sha payt taqilgan aka. O'sha olinganda taqilgan, shu bilan yechdim. Faqat minilganda mashina. Chiroyli minilgan. Bu narxi ham bor, bir qo'l deganingiz uchun beraman. Bir qo'l, kraskasi toza deganingiz uchun 16 ming qo'yaman. Endi internet ko'ramiz 17 ming, 17,5 ming. Ko'rdim aka, 17,5 yozib qo'ygan. Endi sotilish muhim aka. To'g'rimi? Shunaqa. Bo'ladigan narx uraylik. 2018 182 ming probegi. Balonlari yaxshi ekan. Kraskasi toza deyapsiz. Aka, Benzin, propan? Benzin aka. Faqat benzinda yurilgan. Aka, nech pul bo'lishini ayting bo'ldi. 16,5 ga qo'yib bering aka. Yo'q, 16,5 ming bana aka. Yo'q, zo'r aka, 16,5 ketadi. Kraskasi absolutni tozami? Absolutni toza aka, absolutni. Javob berasiz? Ha, aka, конечно. Atmosferniy motor, beli jemchuk. Aka 16,200 dollar, boshqa qo'shamayman. Xo'p, siz yo'q, 16,300 qiling aka, 16,300. Oxiri aka, oxiri. Unaqa demang aka. Aka, 100 dollar sizda. Aka, menga qarang. 100 dollar hech narsani hal qilmaydi. Bu Malibu sotyapmiz. Matiz bo'lsa ham Malibu. Matizchilar borku, mardda haqiqatan bor. To'g'risida like bosib olinglar Matizchilar. Oling bo'pti aka, devorishadi. Malibu sotyapmiz aka. Bering 16,200. Yo'q, yomon bo'lmadi. Hozir aka, xudo xolasa Telegram kanalimizga qo'yamiz birinchi. Keyin Instagramga qo'yamiz. Urib yuboramiz aka. Bo'ldi. Gem bo'ladimi? Bo'ladi aka, 1 yilga faqat. 1 yilga? 1 yilga aka. 16,200 a? Faqat sizni obunachilaringizga aka. Boshqa joydan sizga podpisatsiya bo'lgan bo'lsa, Telegramdan ham, Instagramdan ham beraman aka. Inshaalloh. Bo'ldi aka. Obunachilar mana siz uchun, lekin ulgurib qolinglar. 16,200 ga Libo joydan so'rab ko'ringlar, bunaqa narxga yo'q. Bosinglar.